Hayotimni o'zgartirgan odatlar haqida gaplashamiz. Aynan mana shu odatlar sababli men hayotimni butkul o'zgartirganman. Shu haqda bugun sizlarga ma'lumot beraman. Agar siz ham kichik odatlar bilan hayotingizni o'zgartirasiz desa, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lamiz. Assalomu alaykum, ismim Xushnud To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Digital marketing sohasida hozirgi kunda Urganchda faoliyat olib bormoqdaman. O'zimning SMM proyektlarim va shaxsiy brend bo'yicha ham proyektlarim bor. Demak, odatlar o'tidan bo'lsak, aslida men bu narsalarni 2018-yil boshlaganman va shu bugungacha davom etib kelayotir. Bu narsalar qaysi odatlar birin-ketin tushuntirib beraman. Birinchi odat bu maqsad qo'yish. To'g'ri eshitdingiz. Hozirgi kunda juda ko'pchilik odam, menimcha bir 90% odam eldan maqsad qo'ymaydi. Maqsad nima? Maqsad bu siz etishingiz kerak bo'lgan, siz erishishingiz kerak bo'lgan qaysidir bir cho'qqi. Shuni odamlar aniq yozmaydi. Misol uchun ariqlashim kerak. Men ariqlayapman deydi. Bu maqsad emas. Qachon ariqlayacaksınız? Necha kilo ariqlayacaksınız? Necha etib ariqlayacaksınız? Qaysi muddatda ariqlayacaksınız? Aniq maqsadlar qo'shgan. Mashina olacakman. Keyingi yil mashinalarimiz yo'q. Qaysi mashina, nechik mashina, necha so'm, nereda, qachon, rangi nechik, qaysi markada. Ana shu narsalarni o'rganganim menga dim zo'r plus berdi va men hayotimda eng kerakli maqsadlarimni yozib chiqdim. Maqsadlaringizni qachonki yozsangizgina miya shunga qarab ishlab boshlaydi. Shu maqsadga endi necha etib erishish mumkin degan savol paydo bo'ladi va sizda shu maqsadga erishish uchun reja paydo bo'ladi. Ana keyingi maqsadim nima bo'ldi? Bu rejalashtirish. Demak, birinchi odatim bu maqsad qo'yish bo'ldi. Ikkinchi odatim esa bu rejalashtirish. Doim rejalashtirib ishlatadigan bo'ldim. Kunimni rejalashtirishni o'rgandim. Haftalik, oylik, yillik rejalarimni yozishni boshladim. Maqsad qo'yganingizdan keyin shu maqsadga yetib borish uchun sizda reja bo'lsa kerak. Nishatib men shu ishni ataman degan savolga javob bo'lsa kerak. Bu narsani o'tirib yozasiz, tabiiyki shu maqsadga erishishingiz nisbatan oson bo'ladi. O'xshash uchun tushuntirib beraman. Misol uchun siz taksi chaqirdingiz, taksiga o'tirdingiz va borgan manzilingizni aytmasangiz, taksi sizni nera olib boradi? O'tiraverdi u ham, nera olib borasiz-da. Va yo'q, hayda prosta aylanib yurjakman desangiz, grubo говоря, bu jilinishi bo'ladi, to'g'rimi? Bu maqsadsiz, hayotda maqsadi yo'q insonlarni hayotini deyishli narsa. Ya'ni taksiga o'tirding, nera borishni, manzilni aytmading, taksi berib bormaydi. Endi agar sizda aniq maqsad bo'lsa, taksiga o'tirasiz. Palon yere, palon ko'chaga olib bormaydi. Bo'ldi, taksisi to'shni deb olib borib beradi. Shu manzilga olib boradi, to'yis. Bu hayotda maqsadi bor insonlarga misol. Agar hayotda maqsadingiz bo'lmasa, boshqa maqsad qo'ygan odamlarni qo'limda ishchi bo'lib qolib ketaverasiz. Shuning uchun eng asosiysi maqsad qo'yishni o'rganing. Ikkinchi odat yangi aytganimdek bu rejalashtirish. Kuningizni, oyingizni, haftaligingizni, yilingizni rejalashtirsangiz, bir necha yillarni ekonom etgan bo'lasiz. Chunki qachonki siz rejalashtirib boshlasangiz, aniq nima ish etishni oldindan bilib boshlaysiz. Misol uchun bugungi ishda uxlashdan oldin ertangi kuningizni aniq rejalashtirib qo'ysangiz, ertang azonda turishingiz bilan nima ish etishingizni bilasiz уже. Spiska qaraysiz, sen demak bomdod, kitob, trenirovka, keyin ish, syomka, misol uchun uchrashuv, xarajat aniq yozib qo'yasiz va birin-ketin ishlarni bajarishni boshlaysiz. Bu sizga nima beradi? Yangi aytganimdek, vaqtdan o'tib boshlaysiz. Bir kuningiz davomida juda ko'plab ishlarga o'rgilasiz. Ko'plab ishlarga ulgurganingizdan keyin tabiiy hol sizda unumdorlik paydo bo'ladi va juda ko'p ishlarga ulgurib, maqsadingizga tezroq erishishni boshlaysiz. Ko'proq va tezroq natija qilishni boshlaysiz. Juda ko'p insonlar odatda kunini rejalashtirmaydi, turib qaq papala yashaydi. Bu noto'g'ri narsa. Agar siz kuningizni rejalashtirmasangiz, hayotingizni rejalashtirmasangiz, boshqa insonlar sizga uni aytib beradi. Ya'ni boshqa insonlar sizning hayotingizni rejalashtirib beradi. Nechada turishingiz, nechada ishga kelishingiz, qachon oylik olishingiz, necha so'm olishingizni hammasini boshqa insonlar siz uchun rejalashtirib beradi. Gapni haqida ketib turgan tushundingizlar menimcha. Birovning qo'lida ishlaydigan insonlar haqida aytib turibman. Boshliqqa rejalashtirib beradi. Nechada ishga kelishini, nechada turishini, qachon dam olishini. Shuning uchun har doim hayotingizni, kuningizni rejalashtirib yuring. Keyingi hayotimni o'zgartirgan odat bu doimo men rasxodlarimni yozib yurish. Chunki ko'p odam bizda pulni boshqarib bilmaydi, finansiy gramotnisi yo'q, ya'ni pul boshqarishni bilmaydilar. Necha so'm nereye qotib turganimni, novga men pul sarflaganimni birma-bir kunda erimni yozaman. Kunning oxirida bloknotimga kichikgina bloknotim navida turibdi. Birma-bir morojniy oldimmi, morojniy yozib qo'yaman. Taksida o'tirdimmi, necha so'm, 10 ming so'm bo'ldi, 10 ming so'm taksi yozib qo'yaman. Bu narsa nima beradi? Oyning oxirida siz pulingizni hisob-kitob etib turganingizda bilishingiz kerak, pulingizni nereye yo'qotib turibsiz. Qaysidir narsaga ko'p pul yo'qotib turgan bo'lsangiz, ana shu narsani kamaytirasiz. Misol uchun, yozda men ko'p adrenalinga pul yo'qotibman, ya'ni energetika. Почти bir 200 ming yaqin pul yo'qotib berganman adrenalin. To'g'ri, kichkina pul bo'lishi mumkin, lekin boshqa
rasxodlarni ko'rsangiz, bu 500 1 million o'tib ketib qoladi. Taksida ko'p yurib bergan bo'lishi mumkin, uni damas almashtirish mumkin. Misol, energetika ko'p pul yo'qotib turibsiz, uni suv almashtirishingiz mumkin. Ana shunday har xil rasxodlarni ko'rib olasiz, pulingiz nerga ketib turganini. Va ko'p pul yo'qotib turgan yeringizni prosta kamaytirasiz, sizning dohodingiz o'sishni boshlaydi. Keyingi meni hayotimni juda qattiq o'zgartirishga yordam bergan odat bu odatlar jadvalini tuzib boshladim. Ya'ni siz bir oy davomida qaysi odatlarni shakllantirishingiz kerak. Shu narsalarni yozib chiqasiz. Mana bu ekranga qo'yib qo'yman, iloji bo'lsa bu narsani. Ya'ni nechikdir bir odatlarni o'ylab topishingiz kerakki, shu narsa sizning hayotingizni o'zgartirib boshlasin. Kichik odatlar. Oddiy misol, osona turib badan tarbiya 5 minut. Misol uchun ingliz tili bo'yicha kunida 3 so'z, kunda reels qo'yish. Meni o'zim odatlarim bor. Bel mashqi, misol menda belda grisha bor. Bel mashqi, kunda trenirovka, misol 30 daqiqa peshkom yurish, yaqinlar bilan vaqt o'tirish, kunini o'ldim deganda bir yarim soat misol uchun zanat odamlar. Yana shuning kichkina odatlarini jadvalini tuzib chiqish kerak. Buni trigger deydi ruslar. Shuni bajarsangiz, pitichka qo'yib ketaverasiz. Shu pitichkani keyfi uchun ham gundatib boshlaysiz bu narsalarni. Gundatib boshlaganingizdan keyin odatlarni siz hayotingiz ostan o'zgarib boshlaydi. Erta turish, misol uchun kim uchundir telefon tutkilamaslik, shunday zararli odatlarni yozib qo'yasiz, shuni atimman deb yozib qo'yasiz. Ya'ni mana shu odatlar jadvalini tuzib olsangiz, hayotingiz zo'r o'zgarishdan boshlaydi. Chunki men o'zim hayotim zo'r o'zgargan shu narsa. Sizlar ham men qo'limdan kelgancha hozir o'zimni hayotimni o'zgartirgan odatlar haqida qisqacha ma'lumot berdim. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosamiz, tarqatamiz kerakli odamlar uchun va profilimga obuna bo'lamiz.